Assalomu alaykum barchalaringizga. Hurmatli yurtdoshimiz, oilalaringizga iltimosim bor. Agar mumkin bo'lsa, oldindan kechirim so'rayman, bezovta qilamisan. Birinchi murojaat qilishim, birinchi chiqishim sizlarga. Lekin bu narsa men tushunmayman, bu narsa zotlari. Murojaatimning sababi, men yer bo'yicha murojaat qilyapman. Mening yerim ota-bobolarimizdan qolgan yer. Onam bilan birga yashab kelayotgan joyim, mulkim, davlatim, o'zlari mulkim mening, ota-onamdan qolgan. Sizlardan shuni iltimos qilaman. Men hech birovdan gun so'ramadim. Kuchim yetsa mehnatimni qildim. Balam och qo'ymayin. Ayol nomim chiqmasin. Mehnatimni umrimni. Murojaatim sababi shu. 2019-yil onam olamdan o'tdi. 2 oydan keyin onam kuni eski uylari bor edi. Molxonasi bilan shuni buzdilar, yıktılar. Yıkından keyin buzib bo'lib yıktılar. Yıkından so'ng mening yerimni ofisona chaqirib yuborgan ekan. Bu yerda narsasi yo'q, hech narsa yo'q deb tep-tekisini tozalab, menga hokimiyatdan keldim deb onamning eski uyi bilan molxonasini hokimiyatdan keldim dedilar-da, buzib tashladilar. 2019-yil 2 oydan keyin onam 2009 iyun 20-sida o'lgan bo'lsa, 2 oydan keyin hokimiyatdan keldilar. Hokimiyatdan keldilar-da, uyi molxona bilan uy buzib tashladi onamning eski tomlarini. Ana endi 2019-da bu 2025-yilda 17-avgustda ko'rsam, aviasiyona chiqib yuboran ekanlar. Men hozir davlat unisida turibdi. Men havli qilaman desam, havli qilish mumkin emas ekan. Bu so'ng men fuqaro shunaqa qiynalaversa, mayli, menim Allohim bordir, Rabbim bordir. Men qayta shukrlar qilaman. Chunki men hayotimni olmayman. Chunki men Allohga suyunaman, Rabbimga suyunaman. So'ng 2026-yil shu 26-yil chislani iyunsida mana shu oyi 26-27-dami 2 marta Mirishkora bordim. O'zim kasalman. Bordim, borsam Qarshiga ketdim. So'ng u yoqda meni qo'ymadilar Mirishkora. Qarshida hokimiyatga borsak, Qarshi hokimiyatga kiydirmadilar. Qandadir bitta kishi nazar Mirishkora uzatdilar. So'ng telefon qildilar Mirishkoradagilari. So'ng Mirishkoradagi telefon qilgandan keyin ana bu Mirishkora borsa, hokimiyatning oldidagilari menga kefirib, janjal qilib, agar iloji bo'lsa shu yoqning kamerasini tekshirsangiz ham bo'ladi, iltimos. Hushimdan ketib qoldim, o'lib qoldim va meni hokimiyatdagi odamlari chaqirib, tez yordam meni mindirib yuborganlar. Lekin bilmayman hech narsani. Kameraga tushmasin, bizga kelib keladi deb baqirib mindiradi. Bilaman, qulog'imga keladi, o'zim bilmayman. 29-dami, 28-da Qarshiga yana bordim. Lekin u yoqda ham hokimiyatga kiydirmadilar, baqirib. Endi qanday pashoy deyadi, pashoy nimani tushunmayman. Iloji bo'lsa, mening yerimni, mulkim, ota-onam yeri, mulkini qaytarib bering. 4 tarafni havli qilib, balam tinchgina yashash uchun havli qilib o'tirayin. Men boshqa narsa so'ramayman. Hech narsa so'ramagan yo'q. Faqat sizlardan iltimos, yerimni qaytarib bersin. Bo'ldi. Ayol, men otangga bor, onangga
2025-yildan beri sersam bo'lib yuribman. Hammasini ham borganman. Onangga bor, otangga bor deydi. Mayli, hammasini Allohga soldi. Davlat tashkiloti birontasi fuqaroga yordam ko'rsatmaydilar. Yordam beringlar, iltimos mening yerimni qaytarib beringlar. Iltimos, boshqa hech narsa so'ramayman. Alloh uchun. Bu narsani men tushunmayman. Agar sizlar hammangiz meni bezovta qilmasin, kechirim so'rayman. Faqat iltimos bitta narsa so'rayman. Yer mulkimni qaytarib bering. Iltimos, havli qilib bolam tinch yashasin. Qachon o'lishim o'zim bilmayman. Qancha umrim borishini ham bilmayman. Faqat bolam tinch yashasin. Meni o'z yerim olib bering. Mol qilay, tovuq kurka qilay, mana havlim och. O'z yerim qaytarib bersinlar. O'yiq buzib tashlagan uyim, mana rasm ham bor. O'zimiz onam rahmatlar, o'sha rasmlar ukim rahmatlanish. Ular hech qachon Mirishkor rayoniga ham tinglamaydi. Qashqadaryo Qarshinga ham tinglamaydi. Boshqa hech narsa so'ramayman-ku. Mana ko'z yosh to'ktirish yaxshilik keltirmaydi insoniyatda. O'zim yordam bering. Faqat hech narsa so'ramayman. Tarqa sizim, iltimos yurtboshim. Oilalaringizdan, hammalaringizdan iltimos qilib so'rayman. Mening yer mulkim, ota-onamning yerini mulkini qaytarib berishingizni so'rayman. Iltimos, takror sizim. Men 2012-yil ajrashgan bo'lsam, onam bilan yashagim keldi. 2011da turmushga chiqdim, 2012da ajrashganman. Onam bilan yashab keldim, alhamdulillah. Men qanday insonim bo'ldi, hammasi qo'shnilarim ham biladi. Bu qancha yillar yashab, onadan tug'ilgandan 1 yil turmushim bilan yashadim. Bu 2011da chiqqan bo'lsam, 2012da ajrashganman. 9 oylik qizim bilan. Mana shundan beri yashab kelyapman. Bu turmush 2022da bu kishi ikkinchi turmushga chiqqanman. 4 yil bo'lgandi bu kishiga. Bu kishini ham haqoratlab gapirib, xo'jayinim. Bitta o'g'ilcham bor bu kishida. Iltimos, men haqimni surishtiring. Sen mayli qo'shnilarimdan, mahallalardan hammasini so'rasam, faqat iltimos bitta narsa. Alloh uchun, Rabbim uchun mening yerim mulkimni qaytarib bering. To'rttaram havla qilib bolam tinch yashasin. Qancha umrim bor bilmayman, lekin bolam tinch yashasin. Havla qilib olayin. Iltimos, yordam beringlar. Iltimos. Men Mirishkor rayonidagilar bilan Qashqadaryo bor, qayerga borsang, qayerga murojaat qilsang, qo'lingdan hech narsa kelmaydi deb Mirishkordagilar ham, Qashqadaryo Qarshinkilar ham qo'pol gapirib shunda tashladi. Qani menga yordam bering. Hech bo'lmasa yordam bering. Bir umidim siz qoldingiz. Yurtboshim, yordam bering. Ham otasiz, ham onasiz bo'lib kelyapsizlar. Iltimos, Alloh uchun. Ilohim, farzandlaringiz fazirini ko'ring. Dunyo turincha turing. Iltimos, mening o'z mulkimni qaytaring. Boshqa hech narsa talab qilmayman. Bular Mirishkor rayoniga kamerasini ochib, teshkirib ham ko'ringlar. Mening ahvolda tez yordam indiraveranlarni bir ko'rasizlar. Agar uchirib tashlamagan bo'lsa, bir yordam bering.
Faqat mulkimni qaytarib bering. Men boshqa kun so'ramayman. Hech narsa so'ramayman. Hechisini nolamayman. Shuniyam shukr qilaman. Hammasiniyam shukr qilaman. Faqat yerimni g'ashtarib bering, bo'ldi. Shu. Hech qachon hayotimni nolamayman. Mayli bularning ham Alloh umrini uzun qilsin. Hammasining ham joni sog' bo'lsin. Faqat yerimni qaytarib bering. Iltimos.